siz ozmoqchisiz, diyetalar va mashqlar yordam bermayapti. Balki bu muammo sizda ovqatlanishdan emas, uyqudan bo'lishi mumkin. To'g'ri eshitdingiz, bu uyqudan bo'lishi mumkin. Uyquning sifatini pasayishi vazn ortishiga olib kelishi mumkin. Uyquning sifati yaxshi bo'lishi esa ozishga olib keladi. Bugun sizga ilmiy jihatdan qisqacha qilib tushuntirib beraman uyquning, ya'ni vazn tashlashdagi roli haqida. Gap shundaki, biz uxlagan vaqtimizda melatonin gormoni, ya'ni uyqu gormoni ishlab chiqariladi. Agar bizning uyqumiz sifati past bo'lsa, melatonin gormoni ishlab chiqarilmaydi. Bu esa yog'larning to'planishi va kortizol gormoni, ya'ni stress gormonining oshib ketishiga olib keladi. Stress gormoni o'z vaqtida yog'lar parchalanishini to'xtatadi va semizlikka olib keladi. 2023-yil AQShda 5 yillik tadqiqot o'tkazilgan, ya'ni ortiqcha vazni va semizligi bor bemorlarda uyqu sifati past bo'lganligi sababli vazn tashlash tempi juda ham past bo'lgan. Bundan xulosa qilib aytishimiz mumkinki, siz qanchalik parhez qilmang yoki mashqlar bilan shug'ullanmang, uyqu sifatini normaga keltirmasangiz, umuman vazn tashlash tempi pastligicha qolaveradi. Ya'ni qancha siz parhez qilmang, mashqlar bilan shug'ullanmang, lekin uyqu normada bo'lmasa, vazn tashlash tempi juda ham past bo'ladi. Uyqu sifatini yaxshilash bo'yicha sizlarga tavsiyalarim: kechki soat 10 gacha uxlash, kofe va energetiklarni cheklash, 7-8 soatgacha uxlash va biologik ritmlarni tiklash. Ya'ni smartfon, telefon, televizor yoki bo'lmasa kompyuterlarni 2 soat oldin ishlatishdan cheklanish. Vitamin va nutrientlarni yetishmovchiligini tekshirtirish va ularni o'rnini bosish. Masalan, vitamin D va magniy yetishmovchiligi uyquni buzadi va metabolizmni sekinlashtiradi. Uxlashdan oldin og'ir ovqat emas, yengil ichimliklar yoki bo'lmasa mahsulotlarni iste'mol qilgan maqsadga muvofiq hisoblanadi, chunki metabolizmni tezlashtirishga olib keladi. Eng katta xato: odamlar faqat ovqatlanish yoki mashqlarga ko'proq e'tibor beradi, uyquga e'tibor qilmaydi. Natijada vazn tashlash tempi juda sekinlashadi va motivatsiya yo'qoladi. Agar siz ozishga harakat qilib, lekin natija ko'rmayotgan bo'lsangiz, unda gormonlar balansini tekshirishga ayni vaqti. Uyquni to'g'rilash orqali ozmoqchimisiz? Zarmet Pratiksha universitet klinikasida mening ko'rigimga kelishingiz mumkin. Sizning gormonal holatingizni to'liq tekshirib, davolash rejasini tuzib beramiz. Manzil va aloqa raqamlari pastda qoldirilgan.